Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli görürmenler. İslam Biz programımızdan 151. sahne görüşünlerini karşı alımız. Ben Abdullah Yalğın. Kadirli görürmenlerimiz, yıllardan bu yan, her haftada, yakınki aylardan bu yan, 2 haftada bir huzurunlarda buluvatımız. Her bir Müslüman, Kur'an ve sünnet nurda düşünüş gerek boğan, xilma-xil mavzularını ayrım temiqan şekilde halkımızga sunup kelyapmiz ve programının her başlanışida ve ahirlashida bu sözlengen mazmunlarni haqiqiy to'g'ri tushunib hayotimizda shuningga amal qilgan asosda dunyo oxiratning ne'matiga dunyo va oxiratda Allohning roziligiga erishish niyati bilan boshlab oxirlashtiryapmiz. Allah subhanahu va taolodan yana tovanchilik bilan so'raymiz programmalarimizning haqiqiy manfaatli bo'lishini. Albatta programmamızın daimlik mehmini hammalar tanışıp olan hürmetli ustaz Şarkı Türkistan Ulumalar Birligi şundaqla dünya Müslüman Alimlar Birligi a'zosi Abdurrahman Jamal Kashg'ari'ni taklif qilib kelyapmiz. Qimmatli vaqtdan chiqib kelganligi uchun ko'pdan-ko'p rahmat aytamiz. Alloh razı bo'lsin. Qadrli ko'ruvchilarimiz, programmamiz YouTube va Facebook kanallarimiz orqali naq maydondan tarqatilyapti. Ekran oldida chiqib turayotgan nomerimiz shunaqla ijtimoiy uchur vositalaridagi aloqa vositalarimiz orqali programmamizga aloqador har qanday fikr taklif bo'lsa, berishinglarni, savollaringlar bo'lsa, so'rashinglarni umid qilamiz. Shundaqla ko'plagan qarindoshlarimizni foydalanish uchun ham baharlab qo'yishni ham unutmaysizlar. Bugungi temamiz bugun e'lonimizda bergandek, albatta biz ilgirki bir qancha sonda programmamizniki maxsus xonim qizlar haqida bakrak to'xtaldik tafsiliy holatda. Bugün yana bu İslam ümmetinin har qanday bir millatninki onun güllenishi yoki vayron bo'lishiga eng asosliq rol o'ynaydigan oiladan iborat bu masalani yana bugun har ayollar o'tirsida shu har ayollarninki huquq va majburiyatlari temasida to'xtalganligimizni e'lon bergandik. Albatta tema intayin muhim tema. Bu şu muhacirat hayatımızdamı vatandimi anlaydık albatta muhacirat hayatımızda şu yaqinqi yillarda şu huquq majburiyatlarning to'liq shaklda tushunilmaganligi uchun to'y qilib qisqa vaqtdan keyin hatto birinchi yilni to'shqizmay turib shu millatimiz ichidami ajrashish hodisalarining qanchalik ko'payib ketganligini biz doim degudek anglayapmiz shu yaqinqi yillarda. Bu haqiqatan milletimiz için bir fajia deyishga bo'ladigan bir ish. Shuning uchun bu ninki asosiy hal qilish chorasi yanada har qanday ishda bo'lganidek dinimizga qaytish, har ikki taraf o'zining huquq va majburiyatlarini tunigan da bu oyatninki inoqligi davom qilishining asosi bo'lganligi uchun bugun bu temamizni so'zlash uchun huzuringizda o'tiribdik. Ustoz nafsa boshlab ketgan bo'lsak, hem de şu birinci sualımda şundan başlasam dememdi. Bu başka milletlerde, Müslüman başka milletlerde toy kılıştan burun yigit kızını nurgun meyli cemaat şekillik olsun, kurus şekillik olsun ayrım malum bir mezgil terbiyelengendiğin ki bu toy kızı buldu diye şekilde onunla bir guvanamedek bir nasip verip andın toy kıldığın işler köpken şu chat elde. Bunu çık köydüm ben. Hırgın pat-patmış, ihtimal uçur vasıtlardım, hatta Türkiye'de yaşayatkan şu neçe milyon Arap bamış. Şulardan başı torbetleri karşısa, məxsus aşında kurslarının 2-3 aylık devam kıldan kurslarının içildi kaldığını ilan kaldığını görürüz. Bizim millette bu galiyi tutuyuluşu mümkün hem de. Bunda bir terbiyelenip andıyken, o işte asla isi mükemmel hem de. Toyunu kılayverimiz. Şu baştaki birinci sualını yigit kızının şu öğü tutuşunu, ögünüşü nima uchun muhim degan savoldan boshlamoqsak. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Cenab-ı Allah hamsına peygamberimizge dua selamlar olsun. Ayollik hayatı yoki to'y hayatı, to'y qilgandagi hayat insoniyat jamiyatidagi islomga nisbatan insoniyat jamiyatidagi eng muhim ijtimoiy aloqa hisoblanadi. Xo'sh. Her türlü aloqa bo'lgan bo'lsa, inson muhtoj bo'lolmaydigan yoki hojat bo'lolmaydigan eng muhim aloqa aile hayatı, aile kuruş hayatı. Şuna bu alaqanınki bir sevgi muhabbet üstü kuruluşu, birbirini yaxshi ko'rish üstü kuruluşu, birbirini hürmetlash, qadrlash, birbirinin ko'nglini ayash, birbiri kang qo'saq bo'lish, birbiriga ishonch qilish,
ba'zi bir pachan-parat ishlarga ko'z yumish usti qurilishi bu oila hayotininki taqozosi. Islom dini inson hayoti oiladan iborat eng muhim organni, eng muhim qurilishni rad qilish uchun erlarning huquq majburiyatlarini va ayollarning huquq majburiyatlarini belgilab bergan. Shunga bu to'y qilgan yigit qizlar yoki burun to'y qilib bo'lgan er ayollar o'zlarining huquq majburiyatlarini bilsa, oila inoq o'tadi, ko'ngildagidek o'tadi, jang-jidal, talash-tatishdan har taraf saqlanib qoladi. Bu er ayollik aloqasi yoki oila aloqasi bu bir-birini hurmatlash, bir-birining qadrini qilish, bir-biriningki sharoitiga yo'l qo'yish yoki bir-birining sharoitini e'tiborga elish asosida kuchaydi. Xo'sh. Bu oila hayoti her bir taraf o'zining huquq majburiyatlarini rioya qilgan vaqtda ko'ngildagidek bir turmushni muvaffaqiyatli ishga oshirgani bo'ldi. Bir-birini qadrlash, hurmatlash bilan kuchlangan bo'lsa, huquq majburiyatlarini tonish va ado qilish bilan muvaffaqiyatli turmush qurgani bo'ldi. Albatta bir qism yoshlarningki, bu zamonimizda to'y qilgan birinchi yilda bir qism jangijidal, talash-tatish, uqishmasliklarniki yuz berishdan saqlanmak tez tushdi bugun kunlarda. Chunki bir qism yoshlar, mayli qiz olsun, o'g'il olsun, bular oila qurgan vaqtida qarshi tarafni, qiz olganmas o'g'il tarafni, o'g'il olganmas qiz tarafni Hindistonning filmlaridagi o'xshash, yo Koreyaninki, yo Yanimjanning filmlari xiyoliy tasavvur qildi. Davomliq meni beshi qilib ushirdi osmonda. Putimni yerga tekkizmaydi, yo to'p qilmaydi deb o'yinda xiyol qilishdi. Yani hayalet dünyası yaşaganlık için bu ameliyat dünyası zıtkaya geçki çatak bir yerden çıkıyor. Şunu bir yerde kızlarga, yigitlerin hayali dünyadan yaraklaşıyor. Filmlerdeki okşaş, hayali dünyadan, ameliyat bulmagan, reallik bulmagan dünyadan yaraklaşıp, filmdeki okşaş, kılmakçı olsanız birbirinin köyündüğün, hürmetleydiğin, kadirleydiğin, asraydiğin, koğunu kıldığın işlerini kılmay, ailini kandak kıygan çadı kovdaş hakkında izleniş lazım. Eğer ondan bir payda alımız da yapkarsa, emeliyatta ondan pay çıkmayın. Köpensi yalgan bir hayali işlerimiz. Bu aile hayatı karşısında köpensi bu şu film dünyasındaki aile yok yani. Parçalanıp gittiğilik, buzlanıp gittiğilik. Bolan mı biz yaşayan bu devirde ailenin mevcutluğu boğan hücum intayın eşaddi derecede bulmaktı. Ailege eğir derecede hücum kılınmaktı. Şu bugün küllikte aileni saklap kalish, aileni qo'g'dab kalish bu cihat meselesiga aylanmoqda. Şu bir yerde eskartishga tegishli bir masala o'tirib qo'yamizki, bu yoshlarimizga o'g'il qizlarniki balog'at yoshiga yetishi yoki ularning 18 yoshga kirib to'y qilgandek holati kelishi, yoki birisini bir maktab tutkizgan bo'lishi, yoki birisini qari bo'lgan bo'lishi, ularniki turmush qurishga, oilani qo'g'dashga yoki oilani baxtli qilish salohiyati ega qilinmaydi. Bu manchilik o'qigan, bu manchilik ya diplom olgan, buning yoshi hozir ma yosh keldi, cho'qim oila baxtli bo'lib ketdi, ko'ngildagidek turmush kechirdi degan unda salohiyat bermaydi. Xo'sh. Bu nazariya boshqa, amaliyat boshqa. Hatta ba'zida mush oila qurish to'g'risida bir qism kitoblarni, materiallarni o'qigan tarbiya olganlarni amaliyat dunyosiga chiqqan vaqtda qanday qilishini bilolmay, jangijlardan, uqishmasliklardan qutulamagan bunda ahvollarni ko'ramiz. Hattoki amaliyatga qaraydigan bo'lsak, to'y qilib 5-6 oygacha ishlarni rad qilib bo'lanmay, bu jangijlar majarasi 5-6 yil qadar davomlashayotgan bu xil turdagi oilalarni ko'z oldimizga ko'ramiz. Demak, bu yerda bir masala bor. Birisininki o'qiganligi, birisining diplomga erishganligi, balog'at yashayotganligi cho'qim oilani uning inoq olib keta oladiganligi, oilani baxtli qila oladiganligini ko'rsatmaydi. Xo'sh. Bu sababdan bu oilani bir inoq holatga keltirish uchun, ikki tarafdan ko'ngilni xursand bo'ladigan bir holatga keltirish uchun, oilaning qo'g'dilanish uchun, himoya qilinish uchun yigit qizninki to'y qilishdan ilgari bir kurs olish intayin. Masalan, oila nima uchun qurildi? İslamda aile kuruşlarındaki maksat nişanlar neme? Erninki hukuk mecburiyetleri neme? Kızınki hukuk mecburiyetleri neme? Hoş. Ben bir Uygur süptüm bilen, Uygur bol süptüm bilen, çet erlik bilen toy kıysam, bunun milletke kancılık bir paydası var, kancılık derecede. Bununki zini var. Milletin kimlikini kıymet karşı qoğdaşık payda eklemem degen. Bu timine hakkında az oğan çadı bir 2 ay kurs eliş
yoki dars olish bu oilaning inoqligini qo'g'dash, baxtli bir oila qurish uchun intayin muhim. Balkim yuqori muqaddima deyilgandek ba'zan bir az g'irib to'yilishi mumkin. Bu qanday bo'ldi? Demak, bu to'y qildigan bir fikr kelgan vaqtida yoki to'y qildigan bir yosh kelgan chog'da yoki bir niyat kelgan chog'da ota-onaga nisbatan bir qancha ilgari bir kurs aldirish, o'g'il bo'lib qolsin, o'g'illarga ayrim, qizlarga ayrim bu muhim. Masalan, o'g'il taraf qizni qanday xursand qildi? Qiz taraf o'g'ilni qanday xursand, qanday huquq rioya qiladi? Cho'qim bu yerda hozirlash tegishlik muhim bir nuqtalar bor. Er qizlarningki, buni bayon qildim. Uningdan boshqa bu turmush masalasi, ko'ngil masalasi. Bir-birisiga rioya qilish masalasi, bir-birining tuyg'usini hurmatlash masalasi bor. Gunoh bo'lmaydi ekan, munkar ish bo'lmaydi ekan, bu oilani qanday qilib bo'lib qolsa, yaxshi bir oila taraqqiy qildirish masalasi bor. Xo'sh. Shunga bu yerda bu ota-onalar bu masalaga boshqa qaramasdan, mayli o'g'il taraf bo'lib qolsin, qiz taraf bo'lib qolsin, bir kurs o'rinlashtirish, bularga oila qurishning maqsadlari, o'g'illarning majburiyatlari, qizlarning majburiyatlari bir taraf, yana bir taraf qanday muomala qilish lozim degan. Bu masalada hech bo'lmagancha bir ishga kurs olsa, oilaniki buzilib ketishining oldini ol. Bugun kunlikda kunimiz qaraydigan bo'lsa, to'y qilib bir ishga degan chatoq chiqayotgan, 4 boshqa degan ajrashib ketayotgan bu ahvolni biz yashayotgan bu diyardan ko'ryapmiz. Demak, bu yerda yeshigi keldi, yoki balog'at yeshigi yetdi, yoki maktab bitkazib to'yni qilib qo'ygan bilan bu ish oxirga chiqsa bo'ldi. Albatta vatanimizdagi ahvol boshqacha. Buni qolat misol qilsak, cho'nglar va ega bo'ldi. Bu yerga kelgancha birisining ota-onasi va birisiniki yo'q. Birisining urib tuqqani va yo'q. Hammasi o'z beshimcha, unisi ko'pinchasining qo'lda telefon bor. Turmush hayotini filmlarga o'xshab xiyoliy tasavvur qildi. Bu taraflarni chatoq. Shunga bu chatoq chiqmasligi, oilaning buzilmasligi, chuvilib ketmasligi uchun bu kurs elish masalasi intayin. Buni kim qilsa, o'limalar birligi o'rinlashtirsa yoki qaysi birisi bir ishga kurs o'rinlashtirsa bo'ladigan ish. Buni qilmay turib, bu oilani himoya qilish ta'sir. Demak, bu yerga qarasak jamiyatda ajrashib ketish ahvollar ko'p yuz bergan bo'lsa, ishning beshi ham boshlandi demak. Ota-ona deyish bilan bir hafta degan ishga to'yni qilib o'tmay, bir ishga hafta, balki bir ishga bir tarbiya berish, iymon tarbiyasi berish, axloq tarbiyasi berish, millatparvarlik tarbiyasi berish, bu ishning og'ir mas'uliyat ekanligini o'g'il taraf, qiz taraf his qildirish, bu oilani qo'llab qolish uchun yoki oiladan iborat bu organni himoya qilish uchun intayin muhim. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Haqiqatan shu bir qancha yo'lmadi mush masalani shu o'limalar birligining yig'ildirdimi o'ttirib qo'yildi bu masala jamiyatimizda hozir. Nayt ko'p ajrish masalalardan yuz berayotganligi va shu yoshlarga to'y qildiganlarga cho'qim kurs shaklida bir narsa o'rlashtirib, ularga bir guvohnamdek berib to'y qilsa bo'ldi degan. Bu tarbiyalamasak pek chatoq chiqyapti degan shaklda. Ham bu unda kurs ekilsa ham o'limalarningki, ham bu yerda shu psixolog sohasidagi psixologiya bilimini yaxshi bildigan kishilarni taklif qilibmi? Masalan, oilada uchraydigan nurg'un oldinala uchraydigan masalalarga qanday to'g'ri bir shaklda muomala qilishni o'rgatishning bak muhim ekanligi o'tirib qo'yildi. Albatta bu jamiyatdagi shu ish egalarining ustiga tushadigan vazifa. Xo'sh, unda bo'lsa ikkinchisi erninki shu ayoliga qarata qilishga tegishli majburiyatlari qaysilar degan. Kishiniki ayoliga qarata o'taydigan muhim 5 turlik majburiyati bor. Biz ko'p bo'lganimiz asosiy 5 nuqtada xulosalaymiz. Qiz bolaning shunga o'xshash. Endi kishining ayolga o'taydigan 5 turlik majburiyatning birinchisi asosiy ehtiyojlarni qandash oilaning. Asosiy ehtiyojlar degan oilaniki yemek-ichmaki, kiyim-kechki, turalg'u joy, mayli kiralik bo'lsin yoki turadigan yer bo'lsin, yasada olgan bo'lsin. Davolanish degan qo'shib bu asosiy ehtiyojlarni to'liqlab berish bu kishining majburiyati. Ya'ni ayol kishi bu bir xotirjamlik, omonlik his qilish lozim. Agar erniki ahvol yaxshi bo'lib qolsa, bu asosiy ehtiyojdan parovan bir turmushga ega qilsa, u Allohning fazli. U ayrim bir holat. Bu yerda erlarga shuni eskartamizki, er kishiningki ayolini baqish, balchaqlarni baqish yo'lida xajlagan pullarni hammasi savob aql, ibodat hisoblanadi. Buni unutib qolmaslik lozim. Shunga bu kishilar imkoniyati bor holatda bexillik qilishi, normal turmush holatidami bir ayolini yoki balchaqlarni qandamasligi yoki tashlab qo'yish gunoh hisoblanadi. Bir qism erlar borki, to'y qiladi, yo'qolib ketadi necha oygacha, ayol bilan kar yo'q. Balasi va tashlab qo'ydi, yo'qolib ketadi, hatto 1-2 yil. Bu qanday erlik, qanday erkaklik? Bu bir vijdonsizlik bu. Demak, bu yerda dastlabda olgan vaqtida oldim, tegdim degan vaqtda oldim deganda Allohning va payg'ambarningki
ko'rsatmasiga amal qilma deb imzoni qo'yib oladi. Demak, bu qiz menga bir omonat dedi. Bu orliqimizda munosabatdan tug'ilgan bolalar meniki omonat, ustimdagi omonat dedi. Buning huddisidan chiqish lazım. Shu u yakkasin, bu yakkasin, cho'qim buning huddisidan chiqish lazım. Bu yuqorqi narsa huddisidan chiqmay qolib qolsa, u kishi gunohkor hisoblanadi, gunohkor hisoblanadi. Bu birinchi majburiyat. Ikkinchi majburiyat er kishining ayoli ustida qiladigan majburiyati ayoliga dinning ko'rsatmalarini o'qitish. Xo'sh. Balkim oldikan bo'lishi mumkin biz tema. Chunki er kishi ayoliniki moddiy ehtiyojlarini qamdigandan sirt bu ayolda bir ruh bor. Ayolda aql bor. Ayolning aqlini o'qitish bilan, kitob o'qish bilan, material o'qish bilan, izlanish bilan bo'lgan bo'lsa, bu yerda er kishi oilaning bir model o'siti bilan ayolga dinni tushuntirish. Ayolning dinni tushunish bir fursat hozirlash. Halol harom degan nima? Musulmon qanday yashaydi? Bola qanday tarbiyalandi? Bu ishlarga er kishi fursat yaratib berish lozim. O'zi qila olsa, o'zi qilish lozim. O'zi o'qitish lozim. Agar o'zidan imkoniyat bo'lmasa, ayol kishining dinni tushunishiga, halol haromni bilishiga, ilm ma'rifat elishiga, ilm ma'rifat so'rlarga berishiga, maktabda o'qib qolsa, maktabda o'qishi bunaqa yordamlashi bu er kishiningki majburiyat. Chunki ayol kishi dinni tushunsa, angliq bo'lsa, ilm ma'rifatli bo'lib qolsa, u vaqtida huquq majburiyatlarga rioya qildi, oilaning shijoyidi man. Oiladagi bolalarmi sog'lom, ilimlik, angliq holat tarbiya. Agar ayol kishi angsiz bo'lib qolsa, tomiq etib berishdan boshqa bir narsa esqatmaydi, natijada bolaning tarbiyasi chatoq chiqadi. Shunga bu diniy ishlarni, e'tiqod masalalarini, kimlik masalalarini, qimmat qarash masalalarini ayollarga o'qitish, bolalar bilan ko'p shug'ullangan bo'lg'achqa bu intayin muhim. Uchinchi majburiyati kishi ayoliga yaxshi muomala qilish, tuyg'usi rioya qilish lozim. Bu eng muhim majburiyatlarning biri hisoblanadi. Qur'oni Karim neçilgan oyatlarda, neçilgan payg'ambar alayhisolamning ko'rsatmalarida ayollarga yaxshi muomala qilish to'g'risida keskin holatda buyruqlar bor. Kishiningki ayol tutadigan eng muhim majburiyat ayoliga yaxshi muomala qilish, ayolni hurmatlash, qadrlash, bir omonat deb qarash. Bu bir Alloh tarafidan Allah'ınki ismini atab turib, payg'ambarning ismini atab turib imzo qo'yib olgan bir omonat. Chunki buni zulm qilib bo'lmaydiganligi, adolatsizlik qilib bo'lmaydiganligi, hurmat kamsiz bo'lmaydiganligi, haqorat bo'lmaydiganligini kishi bu yerda bilish lozim. Shuning bilan birlikda ayolningki oilasini hurmatlash lozim. Bir qism erlar borki, ayolini tillaydigan, haqoratlaydigan, kamsizning hatto oilasini bu sabab bilan kamsizdigan bu ahvollar. Buningga diqqat qilish lozim. Chunki oilaningki inoq bo'lishi, baxtli bo'lishi er olsun, ayol olib qolsa, ikkisining bir-birini hurmatlashi, bir-birini qadrlashi, bir-birisininki tuyg'usiga rioya qilishiga munosabatli bir masala. Bu sababdan er kishi ayoliga davomli illiq kishini muomala qilish, mavaddatan va rahma bo'yicha ko'yinishni muomala qilish, bir hurmatlash. Xo'sh. Ayolni hurmatsa, o'zini hurmatlagan bo'lganligini bilish lozim. Ayolni hurmat tushib kelsa, o'zining hurmatdan tushib ketganligini bilish lozim er kishi. Kan qo'saq bo'lish, pachampara ishlarga chechilib ketmaslik, haqoratlanmaslik deb iborat. Bu xil nuqtalarga, bu xil axloqqa intayin rioya qilish lozim. Chunki kishi ayolini qancha hurmatlasa, ayoli erini shuncha xursand qilganligini bilish lozim. Agar biroz mantiq tushungan bo'lib qolsa, inson kishi ayolini qancha hurmatlasa, ayoli uni shuncha xursand qil. Ayoli taqimni itoatchan qildi. Hurmatlaganlik uchun, yaxshi muomala qilganlik uchun ayol kishi u eriga taqimma yaxshi muomala qildi. Er yaxshi ko'radigan ishlarni qildigan bo'ldi, eri yaxshi ko'rmaydigan ishlardan o'zligidan voz kechadigan bo'ldi. Demak, bu ishning bir usuli bor, yo'li bor. O'zi muomalani nachar qilib turib, manda qildi, anda qilsa, u yerda o jidal majra, uqishmaslik, talash-tatishlar yuz berib turdi. To'rtinchi bir majburiyat kishiningki, tabiiyat hammadan o'zi men ado qildim deyish mumkin, ayolni iffatli qilish. Bu intayin muhim nuqtalarning birisi. Ham kishi ayolni iffatli qilishligi o'zini iffatli qilish lozim. Tabii bu savol shu. Kishi o'zini iffatli tutgan vaqtida, harom qarmagan chog'da, harom talpinmagan vaqtida bu ayolni iffatli qilgan bo'ladi, ayolning turmushini joyida ret qilgan bo'ladi. Agar kishi bu ayolni iffatli qilishmas sal qargan vaqtida, xo'sham chiqmadi deb, yoki ko'nglim yo'q deb, yarim jinasda, bu yer oraliqda bir sovuqchilik yuz berdi, uqishmaslik yuz berdi, buzilish kelib chiqdi, nurg'on xafaliklar kelib chiqdi. Demak, bu yerda olgan vaqtida dastlab tanlab elish, tekshirib elish, olgandan keyin bu ishga obdan diqqat qilish lozim. Beshinchi birisi ayolininki ko'ngilni olishga tirish.
Bu mu gerçi yuqorqi biz degan mecburiyetlerinin qatarida bo'lsin, jiq odam deydi. Men pul topmadim bu deydi. Kiyim kechakda seni bir yalang'och qo'ydimmi deydi. Uy desang uy bor, mashina desang mashina bor, yandim qilib bersin bu deydi. U moddiy ehtiyoj. Biz bu yerda diniy ehtiyojni o'tirib qo'ydik. O muhim deb akishda mas'ul sifatida. Am bu yerda ko'ngil ehtiyoji bor. Xo'sh. Ayolning ko'ngilini olish, ko'ngilni yasash, xursand qilish. Bu mu akishning ustidagi bir majburiyat bu. Mavaddatan va rahma degan, sakan degan boshqa oyatlarniki bu yerda burmush taqozolar bor. Buning uchun akishi bu yemek-ichmak, kiyim-kechak yoki oltin binasidan to'liqlab berish kupalanib qolmay, bu ayolning ko'ngil masalasini hal qilmoq. Ko'ngilni yasab turish, yaxshi ko'radiganligini ifodalab turish. Payg'ambar alayhisalom Hazrat Tojiga men sizni yaxshi ko'rman dedi. U ayib ish emas, uzib ketadigan ish emas. U ayol birimizni yaxshi ko'ramiz, u turmush olmaydi zaten. Buni pat-pat ifodalab turish. Elinkenin ayol kishining balasi bo'lib qolsa, bu charchaydi, harudi. Tamoqninki yoki oilaning boshqa jafo mushaqqatlari bor. Buni bir jafosini yengillatish uchun bir haftaning oxirida yoki oyda bir qatam yoki fursat bo'lgan vaqtida az to'la bir sayli sayohat qildirib, yiroq bo'lsin, yaqin bo'lib qolsin, ko'ngilni olish. Psixikasini o'ngshash. Bu intayin muhim. Chunki oilada ayolninki psixikasi buzilib qolsa, bolalarning ishimi ta'sir tushadi. Bolalarning o'qishimi aqmaydi, ibodatimi aqmaydi, yana misimi aqmaydi. Aksincha hayotidan sirt. Jahannamga aylandi, yarim jahannamga desak bo'ladi. Bunlardan boshqa nurg'un usullar va ko'ngillish masalasida sizlar ayolning tuqqanlarini ziyorat qilib yo'l qo'yish. Ba'zi odamlar bir yoq bag'ini qo'ymaydi. Xato bu yer. Yaqin do'stlar bo'lib qolsa, ya'ni sog'lom bir do'st bo'lib qolsa, axloqi yaxshi, e'tiqodi yaxshi, ziyorat qilib yo'l qo'yish. Ayol kishining yaxshi ko'radigan bid'atlar, masalan, shokolad qo'shi, gul qo'shi taqdim qilib turish. Bu ikkilarning orasidagi munosabatni yaxshilaydigan narsa. Hamma narsa oltinga taqilmaydi. Xo'sh. Hamma narsa kumush aprish taqilmaydi. 10 TL'lik bir narsalar, bir 2 dollarlik bir narsalarmi ko'ngilni yasqin oldi. Hatto ba'zi tatliq so'z bilanmi necha kunlik taqqa o'xshash shakllanib ketgan muzdimi eritqin oldi. Bir so'z bilan ayollik holatini, aloqasini isloh qilgan oldi, bir og'iz so'z bilan buzib etgan oldi. Shunga buningga erlar bu asosli nuqtalarga rioya qilsa, o'zining majburiyatini asosiy jihatdan ado qilgan bo'ladi. Xo'sh. Ko'p rahmat, Alloh rozi bo'lsin. Dükkan boğanlığım üçün ben közümden tolu. Ben yaşı yakıp gitti abi diyorlar. Hem de ustadan sözlü gitti müdüre. Tesir kıp gitmeden okuyup ketki o şeyde başka hiçbir şey kalmasın millet. Hoş hem de şu ayağının iyirigi qarıta mecburiyetleri hakkında biraz sorumuzda. Ayağının iyirigi qarıta 5-6 türlük mecburiyeti var. Ellerine okşaş. Asas jiq farqlanmaydi, o'ziga qarta majburiy huquq deb tushunsa bo'ldi. Shunda bo'lsin bir eskartib o'tamiz. Ayolning eri qarta ado qilishlik birinchi majburiyat itoat qilish. Ayolningki eriga itoat qilishi eng muhim majburiyatlarning qatori sanaladi. Shuni bilish kerakki, ayol kishiningki eriga itoat qilganligi ayolning izzat obro'ini tushirib o'tmaydi. Uning e'tiborini tuvallashtirib o'tmaydi, qimmatini tuvallashtirib o'tmaydi. Buni bilish lozim. Chunki ayol kishiningki erga itoat qilganligi, halol ishlarda, mubah ishlarda, to'g'ri ishlarda dinimiz buyurgan ishlarda itoat qilganligi ibodat hisoblanadi. Itoat hisoblanadi, savob hisoblanadi. Ammo bu falsafani tushunmagan bir qism noahlilar nima uchun o'xshash olmaydi? Nima uchun ayol kishi itoat qildi? Itoat qildi. Agar ayol kishi itoat qilmasa nima ish bo'ldi bo'lsa, g'arb dunyosiga o'xshash, Amerikaniki Hollywoodning filmlari ko'rganimizga o'xshash, bugun bu er bilan xo'sh chiqmay qolsa, ertasi boshqa erga tegadi, chiqib chiqadi. Itoat oldi, bu oila muqom turdi. Sevgi muhabbat ko'nishi turdi. Agar itoat bo'lmay qolsa, chiqib ketadi. Bugungi kunda g'arb dunyosi qarasa, nurg'unlagan Uyg'urlar ko'chdi. Bu yerda yuz berayotgan kashilarning birisi, chatoqning birisi oilaning buzilishi. Nereden kelib chiqsa, mushu islom farz qilgan erga itoat qilish prinsipi amal qilmaganlikdan kelib chiqdi. O'zi musulmon ayol. G'arb dunyosiga badi ko'chdi, o'zining kimligini unutdi, qimmat qarashini unutdi. Uyga berib, Eron bir sal qattiq kelib qolsa, bizga shikoyat qil. Eron tillamda qarasa, aslida ular xato, tillishimi xato, erniki urishimi xato, kamsishimi xato. Erni ayıplaymiz bu işte. Navada aynda bir ahvollar yuz berib qolsa, darhol hukumatga yoki aşağıdaki organdan bizga telefon qilib qo'ysa, bu xotinni ikkitada boshqa uy yurdi. Bunaqa maash yurdi. Qizil kirish jamiyatidan, xristianlarniki bojlardan to'plagan pul yurdi. Shuning bilan bu ayol, men uy yurdigan tursa, men pul yurdigan tursa, nima kapti buningki
xizmatini qilib, tamaqini qilib de natijada uy buziladi. O'z bo'lgandan ballar yetim qoldi, ballar buniki kallasi pishadi, idisi pishadi, yanimiz pishadi, bu ballar butun tugishadi. E'tiqodmi yo'qaydi, millatmi yo'qaydi, yanimiz narsa tugi. Ma ayolning bu yerlik tarsaligi, itoatsizligi o'zining tugishiga osiy bo'ladi. Günah işine tüküşü bilen birlikte ballarını tamamen tüküştü. İyerininki meselesi ayrı. Ballarını tüküştürürdü. Bu bir xatarlik bir halette bir bölük ayalla bu işe düşkenmekti. Ama aklını tepiş lazım. Kimlikini unutması lazım. Müslümanlığını unutması lazım. Bu itaatın bir şeref işkenligini. Bir Müslüman'a nispeten Allah buyurgan iş baş üstüge. Peygamber buyurgan iş baş üstüge. Bu bana nispeten ibadet, bana nispeten cihat. Gerçi konumun bazı şey yakmaya kapkası mı? Dinin buyurgan baş üstüge cihat dediğim bu xil ruhla yazsa bu aile bəxtlik halet geçirir. Bəxtlik halette turmuşunu davamlaştırır. Elbette bir yerde aile bir cemiyet, küçük bir cemiyet. Bu cemiyet çokum bir başı oluş lazım. Mudur oluş lazım. Zaman tili boyunca. Birisi mudur olganca ailenin işi ret geçirirdi. Eğer bir yerde bir mudur olması ret geçirmese bir yerde çuğuladı, buzuladı bu aile uzun müddet davamlaşamaydı. Şu bir yıl onun erkekten, 2 yıl yanı bir erkekten filmlerdeki nesile bu köpünse reallık. Garip dünyası, bütün aile çoğudu. İslam dünyasının bunu ağır derecede bu cümle başladı. Biz okşaşı olanlar, ne mi kılırsınızlar? Bala vakımızda, bala tapımızda, peygamberçe çok bir sanmıyor. Biz Müslüman itikadı bilen, Müslüman ahlakı yaşarkenimiz bu noktaya riayet kılış lazım. İslam dini bu aileni, er bilen ayalını ikisini selleştirip, kaysı obdan başkura alaydıgan noktada erlerinin buna salayeti var deyip tapşırdı. Bima faddallallahu ba'd. Biz bunu ilgili programımızı toxtaldık. Salayetmez. Eğer ayal kişiye ailenin idaresi ibaret bu hukuk verilse, tabii mutlak emas. Ayallık verilse, bu aile uzun kalmaya buzuk gelir. Ne için bunda deyimizse? Ayal kişiye tuyguçan gel. Esiyatçan gel. Tiz özgür. Muş kalaymakan fikir tahtı vatkallı mı? Köpeğince ayallar dünyası arkalı sahip kırdı aile. Bu reallık reallık. Ayal bir narsa tiz təsirini yaxşı gördü, bir narsadan açıq yapqaz tiz soydu. Bu aile tiz buzuk. Şuna üçün Allah Teala ma kişi bir az soğuqqan kel. Bu aileni beqish, nurg'un iqtisodiy boshqa turlik japa, mushaqqatli bo'lgan bo'lg'achqa, qara elish masalasi kelgancha bir qism tantakni sapgan bo'lgan vaqtida bir qadam oldiga mangsa, bir qadam keyniga dastlab turib oladi. Aileni qo'g'dashmas. Shuning uchun bu oiladagi idoraning huquqini Alloh taolo erlar tutqazgan. Bu hikmat uchun. Tabiiy holatda bir qism ayollar va erlardan obdan bosh ko'rgan. Bizlar umumiy nuqtada nima do'qan? Xo'sh. Shunga islom dini ayol kishini gunoh bo'lmaydigan ishlar shart va gunoh bo'lmaydigan ishlar erlar itoat qilishga, erni hurmatlashga, erni qadrlashga, er hamkorlashib buyurgan. Akşam o'xshash shuning buyurildi. Agar eri ayol kishini gunoh bo'lgan ish buyursa, ayol kishidan itoat qilish majbur. Bu rad qilish huquqi bor dinimizda. Bu muayyan, masalan, ariq ichish, fahish qilish, jazoni bilan shug'ullanish, o'g'irlik qilish, g'aybat qilish, jasuslik qilish, ishpiyonlik qilish degan o'xshash ishlar. Ham uningdan boshqa bir ishlar bor, parchan-parat. U nimaga tushmaydigan, aniq savobga, aniq gunoh tushmaydigan ishlar. Ko'pincha er bilan ayolning o'zaro bir o'rtaqlashib, o'zaro fikrlashib hal qilib olgan masalalar. Bu masala bu yerda buyruq tushmaydi. Masalan, bugun nima tamoq yeymiz desa, kishining lag'ma yegisi bor, ayol kishining lag'ma yegisi yo'q, masalan, po'la yegisi bor deydi. Bu yer kelgancha cho'qim men itoat qilib lag'man degan lag'ma yedish bilan bu yer jidal qilsa, bu ahmoq aksiya bu. Bu oilani boshqarishni bilmaydigan, o'zining mas'ulini bilmaydigan ish. Tabiiy holatda ayolim yaxshi ko'rsa, buni hal qilish lozim. Lekin ba'zi erlar 7 kun lag'ma yeydigan. Ayolning mijozida emas ko'pincha. Cho'qim bu yerda bu ayol kishining tuyg'usiga rioya qilishi yeydigan narsalarda lozim bo'lganda akshim ayolniki tuyg'usiga rioya qilish lozim. Shuning o'xsha kiyim-kechak masalasida masalan biz sariqni yaxshi ko'rdik, biz ko'kni yaxshi ko'rdik. Bunga bir rioya qilish lozim. Bana qo'shib maslahat bilan bo'lgan bir much ishlar bor. Bu animni qator kirmaydi. Cho'qim zodi men aqlinsam aqni, sariqnisam sariqni, suiqasam suiqasda unda turasizmi? Bu maslahat bilan bo'lgan ishlar. Ammo dinimiz buyurgan ishlar va bu yerda itoat qilish lozim ayol kishi. Dinimiz cheklagan ish va bu yerda ayol kishi eri buyurib qolsa ishni yaqtirish lozim. Ma nuqtani berish lozim. Bir bo'lak erlar borki, ayol kishi degan eri sharsiz itoat qilish lozim. Undaqa ish yo'q dinimizda.
munkar ish qilish yo'q dedi. Bu dinimiz demagan ishlar var. Mesela abiya degan o'xshash. Mesela qarchapan kiyay bu, yo'lliq chapan kiyay, oq chapan. Bu bir ixtiyoriy ish. Bu ixtiyoriy ishga kelgan cho'qim buni bo'ysunsan deb bu jangizlar qilishdan hojat. Agar bir-birini yaxshi ko'rsa, bir-birini qadrlasa, bir-bir yo'l qo'yishni o'rganish lozim. Kan qo'saq bo'lish o'rganish lozim. Ko'z yumishni o'rganish lozim. Oilaniki ishning mutlaq ko'p qismi buyruq asosida emas, qanoatlantirish asosida, yaxshi ko'rish asosida ma'lum. Ko'z yumish asosida ma'lum. Agar unda qilmay, mening deganim hisob deb qolsa, bu oilada jangi jidal majra tugamaydi. Xo'sh. Gibimiz kelsak, gibimiz bu tugabdi. Payg'ambar alayhisalom bir hadisni eslasak, ayolning eng yaxshi kim desa, eri yaxshi ma'lum. Qarab boqcha, xursand qilishga urinadigan, ko'lab turadigan. Bu hukm ayolga tushgandek akishim uchun. Ayolning sen davomli muzqapoq bilan cho'ngchilik qiladigan gap chiqmaydi. Ayol seni xursand qilgandek, sen bu xursand qilgan hukm chiqadi. Ayolni buyursa, to'g'ri ishlarga itoat qildi. Bu ayolning ustidagi majburiyatni eskartgan dalillarning birisi. Bu birinchi majburiyat ayol kishining. Ikkinchisi ayol erning izzat obro'yini qo'g'dash. Bu intayin muhim nuqta. Ayol erning izzat obro'yini qo'g'dishi erningki obro'y dog' tushadigan yoki erni yaqartib qo'ydigan ishlardan saqlanishi, gunoh harom ishlarga yaqinlashmasligi, shubiy ishlarga yaqinlashmasligi bu ayol kishining majburiyati. Çünkü en aqiganmi ayol, en yaqiganmi ayol deydigan Uyg'ur tilida bizning maqol tamsilimiz var. Şoň bu yerda biz ilgari dedik, ayol kishi ko'proq gap qilishni yaxshi ko'rdi. Kunligi ba'zi psixologlarning nimasi 2,5 soat gap qilish ehtiyoji bor dedi ayollarning. Şoň gap jiq qilish jarayonida g'ayvat shikoyat qilib, erining tuqqanlarining obro'ini tushirib qolib qolsa, gunoh bo'lganligini berish lozim. Gapni to'g'ri qilsan, oz qilgan yaxshi. Garchi ehtiyoj bo'lsa. Üçüncü birisi ayolning majburiyati erining mol-mulkini qo'g'dash. Mol-mulk jonniki do'sti dedigan gap. Oilani qilish uchun, oilani davomlashtirish uchun mol-mulk bo'lish lozim. Shunga ayol kishi erining mol-mulkini asrashi, qo'g'dishi, isrof qilmasligi, buzmasligi, ruxsatsiz ishlatmasligi. Lekin normal oilaga xarjlaydigan, masalan, oila xarajat sifatida belgilab qo'yadigan ba'zilarning bo'lishi mumkin. Masalan, aymonchilar xarajat qilamiz deb. Bu normal ishiltish ayrım. Lekin uning sirtida masalan xayriy ihson qilgani shu bo'lib qolsin, zakot, sadaqa bergan shu bo'lib qolsin, yerda ruxsat so'rash dinimizning ko'rsatmasi. Oilaniki, idoriy tuzumninki joyida menish uchun. Shuning bilan birlikda ayol kishi eriga mudi qo'g'ilib, eriga zulm qilmasligi lozim. Buning vaqtida jiq bo'lmagan bo'lsa, ma zamonda bu soatlab o'zgarayotgan zamonda mudi bek chiqib ketdi. Burungi zamonda bir hayit bayramda chiqqan bo'lsa, bugungi kunlikda kunma-kun, oyma-oy har xil chiqadigan bo'lib ketdi. Shu bu yerda moda qo'g'ilib kiyim-kechakda eriga besim qilsa, zulm bo'ldi. Yoki bo'lmagan bo'lsa, erning kuchi yetmaydigan narsalarni deb uni qilib beramadi, buni qilib beramadi deb ajrashiman, u bu deb bishamlik qilsa, yana gunohkor bo'ldi. Bu nuqtani ayol kishi rioya qilish lozim. Kishi o'ziniki normal, kuchining yetishida normal majburiyat ado qilish bilan mas'ul. Ama yuqori saviyada kangtasha paravan yuqori saviya u imkoniyat bo'lgan chaqdagi mas'uliyat. Bu maqab qolsa, u yerda mas'uliyat tortilmaydi. Har odam kuchining yetishicha mas'ul tortil. To'rtinchi majburiyat ayol kishining erining tuyg'usiga rioya qilish. Biz yuqorida dedik, kishi ayolning tuyg'usiga rioya qilish lozim. Shuningdek, ayol kishi erining tuyg'usiga rioya qilish va chiroyli yasanish muhim. Bu chiroyli yasanish ikkilaylarga o'xshash. Ayol kishi chiroyli yasanish akşam chiroyligini bir-birisining ustiga huquq majburiyat kirdi. Unna libasullakum va antum libasulahum degan oyatning tafsiri buni ko'rsatilgan yo'q tafsirga kirmasak. Ayol kishi bu tuyg'u rioya qilish masalasida aqlidan, qalbidan vafodor bo'lishi kerak. Aqli bilan, qalbi bilan vafodor bo'lishi, erining tuyg'usiga rioya qilishi. Masalan, ba'zi bir mubah ishlar bor. Ba'zi ishni yaxshi ko'radigan, ba'zi ishni yaxshi ko'rmaydigan, ba'zi narsani yaxshi ko'rib, ba'zini yaxshi ko'rmaydi. Bu narsalarga diqqat qilsa, bu oila baxtli. Mening deganim hisobda akish qashonlik qilsa, bu yerda chatash qildi. Shuning uchun ayol kishimi? Nima karim o'zimdan bilginlik qilman desa, tarsoqlik qilsa, bu yerda chatash qildi. Shuningdek, bu yerda ayol kishi eri yaxshi ko'rgan ishlarni qilish, yomon ko'radigan ishlardan saqlanishi bu muhim. Garchi mubash bo'lib qolsa. Ba'zi kishilar, masalan, ochiq narsa yemasligi mumkin. Xuddi kishilar ko'pincha balkim ochiq narsaga amroq bo'lishi mumkin. Bu ochiq narsa yeytim, yemaytim bilan nima paydo qilsa bo'lmaydi. Xo'sh. Tuyg'u rioya qilib yemaydigan bo'lsa, yemaydigancha hal qilib bersa, tugaydi qarshi. Shuningdek, bu yerda ayol kishi eriga chiroyli yasanish. Bu intayin muhim. Majburiyatlarning qatori so'zlar aytamiz buni.
Iriga alayda xushpuroq atir ambar qo'shi naslini ishiltishi. Uyda. Talaq chiqib cheklandi albatta. Iri qanday ishlaydi? Tak turqin davomli tuzashtirib turishi, kiyim-kechaklarni obdan pokizlab turishi, badanni pokizlab turishi, badan tozaliq. Do'stlar bilan og'ini to'xtamay suhbat choy o'ynab, irini tashlab sal qo'ymaslik lozim. Ilg'i sal qarmaslik lozim. Bu ayol kishiniki iri qartab o'taydigan majburiyat. Chunki ayol kishi mush yuqorqi biz hozirgi degan kiyimni iri qartab chiroyli kiyib berish, xushpuroq naslni ishiltish, badan tozaliq qilish, ko'ngil buning ko'ngil bo'lalisa, irini ippatlik tuta oladi. Irini harom ishlarga qarab qolishdan, kirib ketishdan qo'g'dab qola oladi. Ham irining taqim yaxshi ko'rishiga sabab bo'ldi, ham yerdan erishmoqchi bo'lgan talablarni ham hosil qila oladi. Agar aniq ayol bo'lib qolsa. Albatta bu yerda ayol kishidan chiroyli yasinish o'ydi. Qanchalar yasinib qolib qolsa, yasindigan o'ydi, eri. Talaq chiqqan chaqda paqirab yasalgan, o'g'chigan chaqda mehnat qasmoq yoki purg'an yoki uch bilan qilib qolsa, bu o'ydan chataq chiqadi oiladan. Asli o'taydigan majburiyat ayol kishiniki bu yerda. Bu ayol kishilar bu masala ko'pincha sal qarab, tozalik masalasi, pokizlik masalasi, nim bo'lgan tamoq etgan kiyim bilan balları buni chachib etgan kiyim bilan qarab tursa, erini bir xil so'yitib qo'yishi mumkin. Natijada erini o'z ziyon tortishga yoki ko'ngil munosabatlarga so'yib qolishiga ayol kishidan sabab bo'ldi. Bu ayol kishi bir chivar zirak bo'lish lozim bu temada. 5-chi majburiyat ayol kishining uyning xizmatini qilish. Albatta, kishi bilamiz, oilani baqish, qamdash uchun ko'pincha kishi sirt yuradi. Mayli tijorat qilsin, xizmat qilsin yoki u qilsin degan. Unda o'g'ankan bu oilaning masalasi. Masalan, yemek-ichmak, tamoq tayyorlash, kiyim-kechak ishlari, uyni ratlash masalalari kimning ustiga mas'uliyat desa, bola baqish ko'pincha bu onaning ustidagi, ayolning ustiga majburiyat. Tamam, bolani tarbiyalash o'rtaq majburiyat. E'tiqodiy jihatdan, axloqiy jihatdan, fikriy jihat. Lekin yemek-ichmak tayyorlash, kiyim-kechak, uy ratlash mas'uliyati bu onaning mas'uliyati. Bu mas'uliyatni diqqat qilsa. Akish talaq chiqib degan kechgacha ishlab pul topsa, ya'ni o'g'chigan chaqda o'ynimi sen tozla, tamoqnim sen desa, bu akish qilingan zulmning ustiga bir zulm bo'ladi. Unisi ishlaydigan ayollar bo'ldi, ishlamaydigan ayollar. Agar navada u ayol ishlaydigan bo'lsa, yoki o'qiydigan bo'lsa, yangi to'y qilgan birisi deydi masalan, u vaqtda akish vaqtda chiqib qolsa, ayoli o'qib olsin deb bunga ya'ni hamkorlashsa, tamoq ishlarida bo'lamdi yoki boshqa bola baqish ishlarida bo'lamdi. Yoki ishlashni masalan 2 soat ketadi. Purist bo'lib qolsa, keyin savob qilishadi. Bu saymaqim bo'lmaydi. Bu nuqtani eskardim. Agar ayol o'qiydigan bo'lsa, to'g'ri durust ishlarni ishlaydigan bo'lib qolsa, erning imkoniyati yor bersa, o'zidan ishidan, eshini, balsi qarab tursa, ancho'mish tamoq choy paylarida hamkorlashsa, savob alam savob oladi. Payg'ambar alayhisalom qilgan ish, Payg'ambar alayhisalom qilgan ish saymaqni ayplash bu xato bu. Payg'ambar alayhisalom ayoliga o'tin to'shpagan bu hadis shariflar sahih. Eng oxirgi birisi garchi yuqori delib ketgan bo'lsa, qistirib o'tib ketadi, erning sirlarini saqlash ayolning majburiyati. Tabiiy holatda har bir erning, balkim har bir ayolning har bir ayolning o'zi xos bir sirlari bo'ladi. Az olsun jiq bo'lib qolsa, balkim u kishi boshqalar uqmasin deb bir sirni omonat qilgan bo'lishi mumkin. Qaysi bir sababdan bo'lsin, pul bo'lsin yoki munosabat bo'lsin degan o'sha. Buna qo'shish masalada ayol kishi bu sirni boshqalarga deb yurmasligi, o'g'il birodarlar, do'stlarga deb yurmasligi lozim. Agar bu boshqalar uqmasin deb sir deb qaragan narsani ayol kishi boshqalarga, do'stlarga og'ni deb qo'ysa, bu yerda oilada ikkalini orasida choq ketadi. Oila buzilishga boshlaydi. Demak, sirni saqlash, oilaning umrini uzursa, sirni buzib o'tish, sirni boshqalarga deb qo'yish oilaning umrini yo'qotadi. Bu 5-6 turlik nokta ayolninki majburiyatlar. Agar o'zining 5 turlik majburiyatini ayol kishi o'zining 5 turlik bu majburiyatni rioya qilsa, buni obdan amal qilsa, tushunsa, endi ko'ngil masalalarini qanday og'in oldi, bu az to'la ochqushlarni biz ilgari ko'p to'xtaldik, bu ochqush edish masalasi, ko'ngil edish masalalarini bilsa, bu oila baxtli bir oila bo'ladi, ko'ngildagidek oila bo'ladi, oraliqda jidal majra yuz bermaydi. Allah razı olsun, köp rahmet. Haydi, yaxshi aytildi. Bir şeyde tügesek ama şu ama bir şeyde yani bir ilgili qo'yamda hozir oxirgi so'zlarda ishlab qolsa degan gapni qilamiz. Ilgirki onlarimiz burunqi zamonlarda hamda ona butunlay shu
ailede şu erinin hizmetini qilish va farzandlarni tarbiyalash bilan mashg'ul bo'ldi. Bugungi zamonlarda mesela nurg'un ishlaydigan yoki o'qiydigan shu qiz ayollarning ichida buningga men ishlayapman degan shaklda masalan oiladagi qilishga tegishli nurg'un ishlarningki kam qilishiga sabab bo'lishi bilan sen meni to'g'ri tushunishing kerak deblam shu bu ayol kishining qilayotgan xizmati oilasida eriga qilinadigan yoki farzandlarini tarbiyalash masalasida yoki oilasini go'zal uyini chiroyli pokiz tutish masalalariga ta'sir yetkazsa aslida ayol kishining majburiyati yo'q hamda beqish er kishining ustidagi majburiyat hamda bu masalalarda masalan qanday bir yo'l tutish kerak hamda albatta dinimiz ilim ma'rifat elish buyurimiz buyuradi. Albatta. O'qo'l demdiz o'qiydi. Buning yosh belgilma, to'y qilganiga nas to'xtanglar demaydi. Yoki universitet bitgandiki to'xtalmaydi. Ilim alislardi. Ömrünün oxirigacha buyruq bor. Endi masalan 18 yoshlik, 20 yoshlik qiz yigitlar to'y qildi dedi. Ishqilisi o'quvchi, oliy maktabning 1-2 yilligida. Bular o'qishib dedi 1-2 yilda. Yoki bundan xalqib bo'lar nimada o'qiyotdi? Magistrlikda yoki uningda shu qilib, nimada? Doktorlikda o'qiyotdi. Yoki er o'qimadi, ayol o'qidi. Yoki ishqilisi o'qidi. Bu xil ahvolda mavjudmiz, jamiyatda mavjud. Bundaq ahvolda bir kun birisining darsi va bir kun birisining darsi yo'q bo'lishi mumkin, yuqoriroq saviyada o'qidi. Bular o'qish dinimiz buyurgan ishimiz buyurgan ish. Buning bilan ayol kishi o'ziningki ayollik majburiyatini ado qilish, tamoq masalalarini hal qilish, kiyim-kechak, uyni ratlash masalalarini hal qilishni tang po'nglashib yapmagalasa, bu pek yaxshi ish. Erningki ashlim ravo qiladi, tamoq masalalarini ravo qildi, kiyim-kechaklarimni uyimni ratlayk, o'qishim joyida bo'lsa, garchi kishi ba'zi vaqtida az to'la biroz badal to'lsa, deyli 1-2 soat masalan bola o'lab qolsa, baqib turadigan, xuddi maktabga boradigan sharoitda. Bu yaxshi bir ish. Lekin ayol kishi asli o'zining vazifasini buni bana qilib, yo'q men tamoq etmaydigan kishi. Masalan, orliqda 5 kun o'tamidi. U dars zanjirsiman bir dars bu. Ba'zi vaqtida o'qish bosqichi kelib qolsa, imtihon vaqti bo'lib qolsa, biroz tamoq yengillishi mumkin, ozlishi mumkin. Ya 2 kunlik tamoq yetib qo'yish mumkin. Bizning urf-odatimizda azroq hamda 2 kunlik tamoq yetib qo'ydi. Ammo boshqa millatdan kelib 2 kunlik tamoq pishirib olib hal qilgan ahvollar bor. Buni ayol bilan ayol ikkisi o'zaro o'rtoqlashib hal qilib olsa bo'lgan masala. Shuning bu yerda ta'kidladim, o'qishni apman qilib, ma asosliq ayol kishi o'zining vazifasini oldin qurib, uni hal qilib o'tib, o'qishni apmansa, bu adil chatashib. Shunga o'xshash xizmat qildigan bo'lib qolsa, xizmat to'g'ri bir xizmat ayol kishi bilan biz keyin to'xtalamiz bu dalil parklar bilan. O'ziningki axloq rioya qilgan, halol harom rioya qilgan asosda ishlaydigan bo'lib qolsa, oilaning ishini ayollik majburini ado qilib, bal tarbiyalash ado qilib, ta'sir yetkazmagan asosda to'g'ri ish bo'lib qolsa, u yo'lliq ish. Bu yerga kelgancha shundayki, kishining vaqti yetib qolib qolsa, xo'sh. Imkoniyati vaqt yor bo'lib qolsa, bu ishlarda ayoliga yordamlasa savob qilishadi. Cho'qim bu yerda ba'zi bir ahvollarni oldikki, savoqgan bo'lsam, men o'qidim deb, ma jamiyatdan ta'sirlanib, o'z turayotgan jamiyatdan tamoq etgan o'namaydigan. Bu xil ahvollar buning bilan oilada uning o'qigan ishi bilan oilaning buzish sabab bo'lgan manda ishdan qiz bola alohida diqqat qilish lozim. Buni hal qilish lozim, tamom emas. Ya etiganda, ya tushda, ya kechda. Cho'qim zada pishim bilan soat 2 tamoq hozir bo'lsin degan unda ko'rsatma yo'q dinimizda. Ba'zi kun Ramazon tutsa savob oladi derish kelsa, tamoqni kechdi. Yoki etiganda ya qo'yasiz bakovat kechdi so'yib qolsa, hech bo'lmaydi bu o'quvchi degan so'yib qolsa, bir ish bo'lib ketmaydi, qiziqi ish shart emas. Shu ma'no bilan jangital paydo qilsa bo'lmagan ish. Ko'p rahmat, Alloh razı olsun. Qadrli ko'ruvchilarimiz, shuna qilib bugungi sonimizni bu yerda oxirlashtiraylik. Nihoyatda muhim meg'izliq masalalar so'zlandi. Inshaalloh buni texamo hayotimizda har birimiz hayotimizning har bir bo'limlariga shuni qiyos qilgan shaklda nurg'un javob topa olamiz aslida. Alloh subhanahu va taolo har bir bu millatimiz ichidagi to'y qilgan yoki qilmoqchi bo'lgan, oila qurmoqchi bo'lgan barliq yoshlarimizga va qurib bo'lganlarga inoq ijil bir turmush ato qilsin deb tilaymiz. Alloh umr bersa yana bir qatimliq sonimizni ko'rishguncha omon bo'linglar. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakatuh.